Arizam beringlar, gazlashtirish kerak. Qish faslida issiqxona xo'jaliklari nafaqat hosildorlik, balki ekologik mas'uliyat mezonlari bilan ham sinovdan o'tadi. Bugun har bir tutun, har bir issiqlik manbai atrof muhit va aholi salomatligiga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan bir paytda issiqxonalarning faoliyati alohida e'tibor markazida turibdi. Ana shunday mas'uliyatli pallada Qishloq xo'jaligi vazirligi tomonidan amaliy ishlar olib borilmoqda. Xususan, Toshkent shahri va Toshkent viloyatida joylashgan issiqxona xo'jaliklarining qish mavsumiga tayyorgarlik holatini o'rganish, mavjud muammolarni joyida aniqlash va amaliy yordam ko'rsatish maqsadida vazirlik tomonidan maxsus ishchi guruhlar shakllantirildi. Ishchi guruhlardan biri Qibray tumanida bo'lib, hududdagi bir qator issiqxonalar faoliyatini atroflicha o'rgandi. Xususan, Madaniyat Nihol fermer xo'jaligi, Ziyo Go'zal Fayz mas'uliyati cheklangan jamiyat, Osiyo 40 fermer xo'jaligi, Malika Ravshan qizi fermer xo'jaligi hamda Blossom Garden mas'uliyati cheklangan jamiyat tasarrufidagi issiqxonalarda mavjud texnologik jarayonlar ko'zdan kechirildi. Issiqxonalarda o'rnatilgan qozonlar va chang gazni tozalash uskunalarining texnik holati batafsil o'rganildi. O'rganish jarayonida ishchi guruh tomonidan atrof muhit va aholi salomatligiga salbiy ta'sirning oldini olish masalalariga alohida urg'u berildi. Xususan, ekologik standartlarga mos filtrlardan foydalanish, chiqindilarni tozalash uskunalarini to'g'ri o'rnatish va ulardan samarali foydalanish yuzasidan aniq tavsiyalar berildi. Issiqxona mas'ullariga bu borada nafaqat tushuntirishlar, balki amaliy yordam ham ko'rsatilishi ta'kidlandi. Shuningdek, issiqxona egalari va mas'ullarga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 24-noyabrdagi Toshkent shahrida ekologik vaziyatni yaxshilash bo'yicha kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonning mazmun-mohiyati atroflicha tushuntirildi. Farmon doirasida issiqxona xo'jaliklari uchun yaratilayotgan imkoniyatlar, qo'llab-quvvatlov mexanizmlari va berilayotgan imtiyozlar haqida ham batafsil ma'lumotlar berildi. Ishchi guruh Qibray tumanida issiqxona xo'jaliklari faoliyatida ekologik talablarga qat'iy rioya etish bugungi kunning eng ustuvor vazifasi ekani alohida qayd etildi. Ta'kidlanganidek, Qishloq xo'jaligi vazirligi ushbu yo'nalishda fermer va tadbirkorlarni yolg'iz qoldirmaydi, balki doimo ularning yonida turib, zarur amaliy yordamini ko'rsatishda davom etadi.